Yozuvchi Asqat Muxtorning Bo'ronlarda bordek halovat kitobi haqida Buktober. Asqat Muxtorning ushbu qissasi yuzaki qaraganda hayot bo'ronlari, sahro bo'ronlari bilan yuzma-yuz turib, kurashib, yengib yashagan, sahro cho'ldan oltin izlagan inson Mardonqul Zargarov haqida yozilganday tuyuladi. Lekin asarni diqqat bilan o'qib chiqsangiz, unda asar yozilgan davrning bir qancha ijtimoiy muammolari ham ko'rsatilganligiga guvoh bo'lasiz. Bunga misol qilib, ma'lum bir jinoyatni uchun ozodlikdan mahrum bo'lib, o'z aybini xalq, yurt farovonligi yo'lida o'tashga harakat qilgan yoki o'z mansabidan foydalanib, yurt boyligini talon-taroj qilayotgan insonlarning ham kirdikorlari ochib berilgan. Shuningdek, asarda asosiy e'tibor insonning qadr-qimmati, muhabbati, er-xotin munosabatlariga qaratilgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Buni ushbu asardan yig'ilgan yon daftarga muhrlanuvchi bitiklarda ham ko'rish mumkin. Ayol kishining hamma dardiga davo muhabbat. Men sizga aytsam, dedi u shivirlab, ich-etingizni yeyavermang. Odamzod erishgan eng dono ishlardan biri ayol kishining ko'nglini ola bilish. Sevar ekansiz, sevgidan qaytmang. Odam qariganda qadriga yetar ekan. Men muhabbatning odamlar uchun iymon singari bir ezgu narsaga aylanishini istar edim.